Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, freedom, freedom. Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb, 'cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when night sees sunrise, when the whale hugs the sea, when man recognizes freedom, 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 breathing. We are from heat, the electric one, just a shock you see. He left us the sun, atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Sizlar Sharifbek Buz kanalidasizlar va bizlar ba'zi bir sabablarga ko'ra videoni ola olmadik. Endi mana bugun bizlar yangicha video sizga olishga niyat qildik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa like va podpiskalarni ayamaymiz. Bizga yangiliklar juda ham ko'p. Yangiliklar esa endi mavsumiy hozir sezon keldi. Mana yaqin kunlarda sovuq kunlar, qish kunlari keladi. Kommentariyaga ko'p bizga yozilyapti, abagrivatel qanaqalari bor deb. Hozir sizlarga har bitta qanaqa abagrivatel yangi modellarni har bitta videosini olib sizga tushuntirib qanaqa joyga to'g'ri kelishini sizga videoga olib beraman. Aziz do'stlar, mana bizga birinchi variant abagrivatilimiz bu mana Minix firmasi. Bu abagrivatilimiz kvartsil bo'lib spiralli. Bu 25-30 kvadrat joylarga yetadi. Svet torchi ham ko'p emas. Svet torchi 1600 watt, ya'ni 1.6 kW iste'mol qiladi. Bundan tashqari mana bizga qavurg'ali radiator abagrivatilimiz keldi, 13 talik. Ko'rib tursangizlar bo'ladi. Mana bu Artel firmasi, Shivaki firmasi, mana bu yerga Afshon, Raf, Emerald, mana bu yerga 13 talik, mana bu yerga yana 9 taligimiz ham kelgan. Oddiy misol mana bu masalan Shivaki, bu modelimiz yaponskiy texnologiyalar asosida O'zbekistonga ishlab chiqarilgan. Svet yilishi ham ko'p emas. Svet torchi 2.5 watt, ya'ni 2.5 kW, 13 talik seksiya, garantiyasi bor 1 yil va buni ventilyatori ham bor. Shu modelchamiz yaxshi Shivaki. Mana bu yerda Artel modelimiz, bu kimni uyiga high-tech dizayni bo'lsa, qora dizaynga buni moslashtirib olsa bo'ladi. Mana bu yerda mana Artel bu. Endi mana bu yerga mana Afshon turibdi. Bu ham turetskiy brend, buniki ham yaxshi. Va bizga ko'pincha odamlar so'raydiki, ulardan tashqari boshqa xil abagrivatel joyni kamroq olayotgan va akkuratni deolga ilinib qo'yayotgan abagravatellar bormi deb. Albatta bor. Mana bu yerga men masalan sizga ko'rsatishim mumkin. Mana Sirius abagravatelimiz. Bu stoykali, mana ko'rib tursangizlar bo'ladi. Bu bemalol 25-30 kvadratgacha joylargacha yetadi. Ultrafioletli lampa, mana havoni kuydirmaydi, kislorodni kuydirmaydi. Bundan tashqari mana
qovurg'alikni yangi pokoleniyasi, mana bu masляный обогреватель. Bu 28 kvadrat, 30 kvadratgacha bo'lgan joylarga yetadi. Bu joyni ham ko'p bo'lmaydi. Bu ploskiy variant. 2 kilovat torch kuchi. Keyin bu nimasi yaxshiki, 25% svetingizni ekonom qiladi. Ranglari esa qora. Firmasi ham Eurolux. Bu Yevropaning brendi, sborkasi Xitoyda. Undan tashqari mana bu yerga yangi обогревателimiz keldi. Balu firmasi. Bu hammamiz bilayotgan rossiyskiy brend firmasi. Endi buni boshqa обогревательlardan farqi bularga svetilish ham 2 kilovat, 30 kvadratgacha bo'lgan joylarga yetadi. Wi-Fi orqali upravlение qilsangiz bo'ladi. Dizayniga alohida e'tibor beramiz. Sensorli bo'lib, hovlida o'ynaylik. Buni har xil dizaynda ranglari bor. Mana bu yerda masalan keyingi rangi mana baloni, mana oq, qora dizayni bor. Bularning nimasi yaxshi? 70% svetingizni tejaydi. Mana Wi-Fi orqali ishlaydi. 2 yil garantiyasi bor. Bundan tashqari buni mana bu yerga har xil ranglari bor. Mana yana bitta varianti bu oppoq. Mana bu yerga yashil variantlari bor. Azizlar, mana men bugun sizlarga обогревательlar haqida video obzor qilib berdim. Yoqqan degan umiddaman. Sizga agar boshqa turdagi maishiy texnika video obzori qiziq bo'lsa, siz pastda mana kommentariylarda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Men albatta sizga shu haqida video obzor qilib beraman. Keyin yana ko'p bizga so'ralayotgan narsa, bizning manzil Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek 9-uy, mo'ljal marmar bozor kirtirnik orqasida eng oxirgi burchakli 2 etajli Techno City do'konimiz. Batafsil ma'lumot uchun men pastda nomer telefonlarimni qoldiraman. Telegram, email, WhatsApp hamma messenjerlarga biz bormiz. Siz xohlagan payt men bilan svязga chiqsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.